Yillardir yetimxonadagi qizlarni zo'rlab kelayotgan hokimlar ochoqda. O'lim jazosi berilishi kerak bo'lgan, chiqarilishi kerak bo'lgan qarorlar chiqmasdan insonni moralniy ezib, siqib suvini ichaveryapsizlar. O'zbekiston xalqini bu va'dalarga, yolg'onlarga qonli to'y bo'ldi. Shunaqangi to'ydi, baraban bo'lib ketdi qonimiz. Inson yashatgan yashamadan o'lmaydi, shuni bilinglar. Hali bu amaliylardan ham tusharsizlar. Bu taxtdan ham tusharsizlar, vaqt soati kelib, inshaalloh. Bu obro', mansab, atalmish ustinglardagi zar cho'pon ham yechilar. Burninglar havoda bo'lsa ham, tog' qadar baland gavdanglar bo'lsa ham 2 metr joyga 20 metr kapanga sig'adigan darajada kichkinamiz biz insonlar, qullar. Shuning uchun qo'linglarni vijdoninglarga qo'yib qaror chiqaringlar. Yillardir yetimxonadagi qizlarni zo'rlab kelayotgan hokimlar ochoqda. O'lim jazosi berilishi kerak bo'lgan, chiqarilishi kerak bo'lgan qarorlar chiqmasdan insonni moralniy ezib, siqib suvini ichaveryapsizlar. O'zbekiston xalqini, qismatini, taqdirini yozayotganda go'zal Allohim qalami sinsa bo'lmasin. Tag'in nima emish? Gazni boshqa davlatga sotib, ish o'rinlarini ko'paytiramiz deb shunaqa fikr bildiribsiz. Gap egasini topadi. Men 2017-yildan beri Turkiyaga borib kasal qarayman. Turkiya davlatida ishlayman. Mendaqa ayollar ozmuncha emas. O'qimishli ginekolog, medsestra, o'qituvchilar borib ishlayapti, diplomini qo'yib. Baqqan kasallarimiz qusivorsa qusug'ini tozalaymiz, chichib qo'ysa bo'qini tozalaymiz kerak bo'lsa. Qo'limiz qon yeringdan boksiydidan chiqqani yo'q. Qani ishora? 1,5 million, 2 million oylik ishlaymizmi? Kimga yetadi? Sizlar o'zingizlar yashab ko'ringlarchi shunda. Shu oylikka kommunal to'lov, yeb ichish, kiyinish, insonmiz, og'riymiz, kasal bo'lamiz, davolanish kerak. Ko'tinglarga bitdan urib, o'sirgulardan o'yan top qarorlar chiqara olmanglar. Hatto farzandlari to'yib ovqatlanmaydigan davlatlar qatoriga qo'shilibdi O'zbekiston. Isnot bu. Nima emish? Migrantlardan topgan pulini daromad soliq qilib olishimiz kerak debsizlar. Undan ko'ra pasportlarni jo'natib qo'yinglar. Topganimiz topgansizlarga jo'nata oraylik. O'tirasizlarmi soliq poli bilan o'ralash? Hozir ko'chaga chiqsam, chillani kunida ko'chalar asfalt bo'lyapti. Nima emish? Prezident kelarmish. Doim kelib turing, o'rtam Mirziyoyev. Yo'llarimiz o'naladi. Ko'chalar tozalanadi.